o'sha bola opangni kelajagiga rahna solmasin deb xilvat joyga tashlab kelgandim. Vijdonim haligacha qiynaladi. Aya, bolani o'zimiz boqishimiz mumkin edi-ku. Dadang bilan meni boshimiz egilib qolardi. Ammo meni yuragimni har kuni ittirniydi. U go'day chaqaloq edi. O'g'il bolani yo'q qilganimga oilamizda erkaklar hammasi qirilib ketdi. Ikkita o'g'lim yo'lda keta turib avtohalokatga uchradi. Farzandog'iga chidolmasdan infarktdan vafot etdilar. Dadang bu ketma-ket kelgan ko'rgiliklarning sababchisi menman. Oilamizga qarg'ish deydi. Opangni bolasi ham yaqinda omonatini topshirsa kerak. Aya, nimadir yo'l tutishimiz kerak. Ehson qilib gunohi yuvsa bo'ladi. Bemor bolalarni tuzatish uchun katta pullar berish kerak. Xayriya qilsin. Opamga aytaman. Unga ayt. Ehson qilarkansiz deb. Bo'lmasa, onam bor haqiqatni pochchamga aytib berar ekan deb. Aya, Shunda rozi bo'lishi mumkin. xo'p. Endi bor. Kiyimingni almashtirib bor.